Человек-паук o'ldi. Brat, adashmadingizmi adresdan? 16 yoshli Человек-pаук nomi ostidagi o'zining dahshatli ko'rinishlari bilan mashhur bo'lgan alpinist 2026-yilning 15-iyun kunida o'zining qo'rqinchli ko'rinishini o'nlab yillar davomida uxlab yotgan vulqon ichida olishga qaror qiladi va baxtsiz hodisaga ko'ra vulqon ichiga qulab ketadi. Ammo qutqaruvchi guruhlar yosh alpinistning jasadini 3 soat o'tibgina topishadi.